Bu YouTube'dagi birinchi videom emas. Birinchisini balkim o'chirib yuborganman. Значит, bugun Upwork'da qanday qilib junior bo'lib, 1 yil, 2 yil davomida $40,000 ishlaganim haqida aytib o'taman. O'zbekistonda turib yoki даже Buxoroda turib bu ishni qilish unchalik oson emas. Chunki junior siz kichkina shaharda qanaqadir ishlarga tashlab ko'rasiz, lekin biror bittasi qanaqadir sizga to'g'ri javob bermaydi. Даже freelance saytlarni ko'rib chiqasiz, har xil Upwork'ga o'xshagan, Fiverr, yana boshqa freelance xabar, freelancer va juda ko'p. Yoki LinkedInga kirasiz, lekin hech qaysi biri xuddi bir realga o'xshamaydi. Shuncha o'rgangan narsalaringiz xuddi zoya ketganday. Shuncha bilimni o'rgandim, lekin hali ham hech kimga qiziqmasman deb o'ylaysiz. Lekin siz yolg'iz emas. Menda ham aynan shunaqa hissiyot o'tgan. Endi Upwork'da boshlayotganimda menimcha 1 yil vaqtim yo'qotgandirman. Kirganman, chiqqanman, qanaqadir ishlarga tashlab ko'rganman. YouTube'da birgala videolarni ko'rganman, lekin birortasi yordam bermagan. Endi o'zi Upwork'da qanaqa ish topganman? Men Upwork'ga birinchi ishim topganim bu imенно Upwork'dan bo'lmagan, Upwork'dan tashqaridan bo'lgan, lekin shunga qaramay keyinchalik o'sha Upwork'ni o'zidan ish topib ketganman. Bu degani birinchi ishingizni topib olsangiz bo'ldi Upwork'da, qolganlari oson bo'ladi degani emas. Endi birinchi ishim menga shunaqa bo'lib kelgan, boshqa joydan kelgan, lekin men shunaqa tanishlarim bor, birinchi ishini boshqa joydan Upwork'ga kirgan, lekin hali ham ular Upwork'da ish topa olmaydi. Chunki uni o'rganish kerak, consistency kerak, shu doimiylik kerak. Давайте profilimni ko'rib chiqamiz, nimalar qilganman. Значит, bu yoqda profilimni ko'rsak bo'ladi. O'zi ishlarimni katta qismi 2022-yilda qilingan. 2021-2020-yillarda dasturlashni boshlagan bo'lsam agar, 2022-yilda men hali ham junior bo'lgan. Masalan, bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Failed ishlar bo'lgan, yaxshilari bo'lgan ish qilib, bitta eng недовольный klientim, qolganlari yaxshi. Endi bu bilan ham to'g'ri kelishmaganimiz uchun ishni oldingiz bo'ldi, hammasi zo'r emas. Klient bilan kelishib bilish kerak. Boshida endi boshlatganimda, endi men bitta katta klient bo'lgan, lekin undan keyingi klientlarim hammasi kichkina bo'lgan. $44, $125. Dalish yana qaraymiz. $300. Hammasi ham katta bo'lmagan. Keyinchalik o'sha ana bu klientlar bulari yana katta bo'lib ketavergan. Va 2023-yildan keyin men o'sha full time korxonaga ishga kirganman va o'sha bilan o'sha yerda qolib ketganman. Lekin 24-yilning oxiriga kelib men qaytib layoff bo'ldi, ishdan haydaldim va aytdim, bo'ldi, men boshqa ishlamayman. Qaytib freelanslikni tiklayman va freelance bo'laman. Endi bu videomni qilganimda maqsadim bu sizlarga ko'rsatib, va qaranglar, men qanaqa darajalarga yetishdim emas, balkim qissa bo'ladi. Sizlar ham qissalaringiz bo'ladi. Bu kim uchundir bu daraja unchalik katta bo'lmasligi mumkin, lekin men uchun oddiy kichkina shahardan junior dasturchi uchun bu juda ham katta bo'lgan. Juda ham katta pul bo'lgan. O'zi nimalar ish topganimga yordam bergani haqida biroz aytib o'taman. Birinchisi bu cover letter. O'sha vaqtning o'zida akkauntim unaqa zo'r bo'lmagan bo'lsa, endi boshida eslasam, akkauntim zo'r bo'lmagan bo'lsa ham, yaxshi cover letter yozganman. Masalan, cover letter yozganda juda oddiy qilib yozamiz va juda qiyin qilib tashlamaymiz. Ba'zilar endi professional Upwork'da binderlar bor, ular juda qiyin qilib yozishadi, lekin biza unaqa qiyin qilib yozishimiz shart emas. Masalan, men bu oddiy ishni ko'rib chiqsak agar, bu yerda nima deganman? Klient nimani so'ragan bo'lsa agar, masalan, full stack, Golang, React, AWS ni so'ragan bo'lsa, men ham shularni o'zimga yozib chiqqanman. Tamom,
boshqa ko'p narsa yozmaganman bu yoqda. Shunchaki S3lar bilan ishlaganimni yozganman. Startaplarda ishlaganim va React va Go'da ishlaganimni yozganman. Tamom, ko'p narsa yozmaganman. Juda oddiy. Va shu oddiy nimalarim hamma o'sha boshqalarga yozib kirib ko'rsatsam, hammasi mana shunaqa vasomnom oddiy bo'ladi. Va shu oddiy narsalar meni birinchi ishimni olishga yordam bergan. Ikkinchi narsa bu consistency. Bu nima degani? Masalan, Upwork akkauntni bugun ochdingizmi? Bir hafta ichida uni to'ldirib, keyin uni dalshi davom etish kerak. Har kuni, har hafta, masalan, haftasi kamiga 7 ta, kuniga kamiga 2 ta. Masalan, agar iloji bo'lsa, o'sha connectlarga plus yetsa, har kuni bitta 2 taga tashab yurish kerak. Cover letter va boshqa narsalardan tashqari, agar professionalni to'ldirgan profil bo'lsa, undan ham yaxshi. Masalan, oldinroq bo'lgan profilimni ko'rsak agar, u yoqda shunchaki full stack yozilgandi, full stack developer, Python, Go, React yozilgandi. Va 2022-yil mana shuni o'zi zo'r ishlardi. O'zi menga birgala responslar kelardi 2022-yil. Lekin 24-yilning oxirida men 20 ta 30 ta ishga tashlagan bo'lsam agar, menga bilmayman, juda ozi qaytib aloqaga chiqdi, даже birortasi menga ish bermadi. Masalan, 20-30 tadan balkim bittasi bergandir, hammasi emas. Va juda qiynaldim. Keyin bir 2 oycha analizlardan keyin, yana qaytib Upwork'ni algoritmlarini o'rganganimdan keyin ko'rsam agar, bu yerda qit'a o'zgargan. Chunki hozir o'sha vaqt ham balki shu narsa yaxshi ishlagan, lekin hozir yanada yaxshiroq bu AI automation, AI integration specialist. Shunaqa narsalar juda ham, yoki full stack, yoki hozir yana dalshisini aytib o'taman. Значит, hozirgi vaqtda sizga shu sarlavhangiz, sizni birinchi klient ko'radigan narsa, bu shu title. Bu Python yoki qanaqadir til bilishingiz emas, balkim qanaqa texnologiyalar. Agar AI bilan qanaqadir ishlay olsangiz, обязательно AI ni qo'yish kerak. Agar backend bo'lsangiz agar, masalan, Python developer qo'yish mumkin. Agar faqat backendda bo'lsa yoki Pythonda qanaqadir ishlar qilsangiz agar, yoki scrapping yozishingiz mumkin, yoki chatbots development, yoki Telegram bots development, yoki shunga o'xshagan narsalar, yoki AI integration. Xuddi aytib o'tganimdek, bu yoqda birinchisiga nimani qo'yish shart emas. Qaysi tillarni bilishingiz shart emas. Dalchisiga qo'yamiz. Shu eng birinchi yutuqlaringiz, masalan, men bu yoqda yozganman, qancha vaqtda javob berishim, nechta proyekt qilib qancha pul ishlaganim va qaysidir vaqt top rated plus bo'lganim. Top rated plus haqida keyinroq yana videolar qilaman, qanaqa u darajaga yetishish, keyin qancha experience bu va qanaqa AI lar bilan ishlash. AI juda ham muhim. Agar AI ni ishlatmagan bo'lsangiz, ishlatmayotgan bo'lsangiz, обязательно uni o'rganing va ishlating. Chunki AI siz, balki siz boshqalar kerak emassiz. Undan keyin esa qancha yil yana 5 yildan ko'p ishlaganim va qaysi tillarda ishlashim va qanaqa toollarni ishlatishim, qanaqa softwarelarni ishlatishim, masalan, Replit, Bolt.new va shunga o'xshagan narsalar. Undan keyin yana ketadi sizning portfoliolaringiz, qanaqa portfoliolar qilgansiz. Masalan, men ko'pincha kripto yoki boshqa bir trading botlar yasaganim uchun menga ko'proq shunaqa klientlar keladi. Shu portfoliolarimga ham ko'p kishi qarashadi. Keyin sizning videongiz, masalan, introduction video, bu yangi Upwork kirganlar uchun juda ham muhim. Bu siz bilan klientning o'rtasida qanaqadir connection. Sizni klient живой ko'ra oladi. Qanaqa realni odamsiz, kimsiz ko'ra oladi. Tamam, agar klientlaringiz bo'lsa, dalshi klientlaringiz, agar qanaqadir til sertifikatlaringiz bo'lsa, til sertifikatlar, yana qanaqadir boshqa sertifikatlaringiz bo'lsa, qayerda o'qiganingiz, GitHubingiz bo'lsa, GitHub dasturchilar uchun yana boshqa Stack Overflow qo'yish mumkin. Va keyin yana дополнительный skilllar, mana bu skilllardan ham kelib chiqib poistga chiqasiz. Обязательно bularni ham qo'yish kerak. Keyin agar project bo'lsa, project katalog, agar project qilib sotmoqchi bo'lsangiz va sertifikatlaringiz bo'lsa, sertifikatlar qayerda ishlashingiz o'sha bular oxirdagi uncha muhim bo'lmagan narsalar. Bu videoni qilganimdan maqsadim shu, boshida aytib o'tganimdek, shu o'zimizda, masalan,
Imенно O'zbekistonda frilansni rivojlantirish. Balkim kelajakda biz hammamiz frilans bo'lamiz. Hammamizni o'zimizning qanaqadir kompaniyalarimiz bo'ladi. Biz qanaqadir hammamiz o'zimizni skilllarimizni sotamiz. Katta kompaniya emas, kichkina kompaniyalar. Va aynan ish qidirish bu men har doim bu haqida aytib o'taman. Bu qanaqadir shunchaki bir kun ikki kunda o'rganadigan narsa emas. Bu o'ylab, men haftalab, oylab, kun hafta talab qiladi. Bu degani ish qidirishni ham xuddi bir qanaqadir kasbni o'rganganday o'rganish kerak. Xod freelans bo'lsin, xod full time ish bo'lsin. Bugungi bozorga ko'nikib, o'shani o'rganish kerak. Hammalaringizga rahmat. Va boshqa videolarimni tomosha qilib boring. Upwork haqida juda qiziqarli ma'lumotlar berib o'taman.